Barchaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan birgalikda tez yozish texnikasini o'rganib chiqamiz. Xo'p, siz arab tilida harflarni bilasiz, qo'shib o'qish qanaqaligini bilasiz, yozishni ham bilasiz. Ammo biror bir so'zni eshitganingizda tezda arabchaga o'girib ketish sizga qiyinlik tug'diradi, to'g'rimi? Ana endi shu narsani biz sizlar bilan to'g'rilaymiz, ya'ni tez yozish texnikasini o'rganamiz. Bu juda ham oson texnika. Agar siz buni hozir bilsangiz, Xudo xohlasa keyin umuman qiynalmaysiz. Tushunarli? Buning uchun avvalo menga podpiska bo'ling va videoga like bosing. Do'stlaringizga ulatish ham esingizdan chiqmasin. Ana endi mavzuga qaytamiz. Kelinglar, birorta so'zni arabchaga o'girib ko'ramiz. Avvalo o'sha so'zni yozib olsak. Xo'p, mamlakat so'zini olamiz. Kelinglar, mamlakat so'zini arabchasiga o'giramiz. Tushunarli? Mamlakat. Xo'p, shu so'zni qanaqa qilib arabchasiga yozsam bo'ladi deganlar uchun mana hozir live hakini ko'rsatib beramiz. Avvalo nima qilamiz? Avvalo mana bu o'zbekcha so'zga e'tiborimizni qaratamiz. Mamlakat. Bir qoida eslaringizda bo'lsa kerak, ya'ni arab tilida unli harflar yo'q. Faqatgina undosh harflar bor va yoziladi. Unli harflarni demak harakatlar ifodalaydi. Ana endi nima qilamiz? Avvalo mana shu unli harflarni ustini urib chiqamiz. Mana endi faqatgina bizda harflar qoldi. Endi nima qilamiz? Endi biz xo'p, sizlar bilan birgalikda shu so'zni yozishga harakat qilamiz. Birinchi so'zimiz va birinchi harfimiz bu M harfi, to'g'rimi? Shu uchun avvalo biz bu yerga M ni yozib olamiz. M ning bosh ko'rinishini. Chunki M harfi birinchi turibdi. Ana endi A harfi bizga kerak emas. Ikkinchi harfimiz nima? U ham M harfi. Qayerda? Boshidami, oxiridami, o'rtasidami? Albatta, o'rtada joylashgan. Shuning uchun M harfini o'rtadagi ko'rinishini yozib olamiz. Mana ikkita M ni yozdik. Keyingi harfimiz nima? Keyingi harfimiz lam harfi. Qayerda turibdi? O'rtada turibdi. Ana endi lamning o'rtadagi ko'rinishini yozib olamiz. Mana. Kelinglar ozgina chiroyli qilib olsak. Hop. Lam harfining o'rtadagi ko'rinishi va undan keyingi harfimiz kaf harfi ekan. Kaf harfi qayerda turibdi? U ham o'rtada turibdi, chunki undan keyin ta harfi bor. Kelinglar, kaf harfining ham o'rtadagi ko'rinishini yozamiz. Mana. Ana endi eng oxirgi harfimiz, ya'ni 5-harfimiz bu ta harfi ekan. Qayerda turibdi? Oxirida. Oxirida turgani sababli biz uni oxiridagi ko'rinishini yozamiz. Tushunarli, Mana ta harfining, demak, oxirgi ko'rinishini ham yozib oldik. Ana endi. Xo'p, biz mana bu yerda urib, tushirib qoldirgan harakatlarimizni tepasiga qo'yib chiqamiz. Ketdik. Qanday qilamiz bu ishni desak? Birinchisi M dan keyin qaysi harakat turibdi? A turibdi, to'g'rimi? Shu uchun M ning ustiga A ni qo'yamiz. Ikkinchi M dan keyin qanaqa harakat turibdi? Hech qanaqa. Tushunarli? Mana, hech qanaqa harakat yo'q. Bu yerda bo'shliq. Shuning uchun ham biz bu yerga hech narsa, ya'ni sukun qo'yamiz. Ketdik. Lamdan keyingi harakat yana A. Nima qilamiz? L dan keyin A qo'yamiz. Ketdik. Xo'p, keyingi harfimiz K harfi. K dan keyin nima turibdi? A turibdi. Yana biz K dan keyin ham A qo'yamiz va oxiridagi T, undan keyin hech narsa yo'q. Sukun qo'ysak ham bo'ladi, qo'ymasak ham bo'ladi. Tushunarli, Mana sizga oson texnika. Ya'ni avvalo o'zbekcha so'zni xayolimizda yoki birorta daftarga yozib olamiz. Undan keyin uning unli harflarini belgilab ustini urib chiqamiz. Undosh harflarini bir qatorga tizib olamiz, o'rta, bosh, oxir ko'rinishlari bilan va undan keyin esa harakatlarni o'zidan keyingisini, ya'ni o'zbekcha so'zda o'zidan keyingi turgan harakatlarni, mana bunga o'xshagan harakatlarni mana bu harflar ustiga qo'yib chiqamiz. Tushunarli, Hech narsa bo'lmasa, mana M dan keyin hech narsa yo'q, yana undosh kelib qolgan. Shu uchun ham bu yerga sukun tushadi, ya'ni M ning ustiga sukun tushadi degani. Tushunarli, Bu texnika juda ham oson texnika. Agar siz mana shu usulda 3-4 ta gaplarni yozib ko'ra olsangiz, albatta siz tezda yozishni o'rganib ketasiz. Tushunarli, Ana endi xo'p. Endigi navbat sizlarga albatta uyga vazifa. Uyga vazifa nimadan iborat? Men sizlarga bir nechta o'zbekcha so'zlar beraman va siz ularni albatta arabchaga o'girib, bexato yozishga harakat qilasizlar. Tushunarli, Ketdik. Birinchi so'zimiz tavhid. Ikkinchi so'zimiz munavvara. Uchinchi so'zimiz arba'ina. Xo'p, va to'rtinchi so'zimiz, kelinglar 4 ta beraman. Yetadi. Keyingi so'zimiz muhabbat so'zi. Xo'sh,
Sizlarga vazifa tavhid, munavvara, arba'ina va muhabbat so'zlarini arabchaga o'girib yozish. Arabcha. Tushunarli, a? Ya'ni biz boyagi o'rgangan texnikamiz orqali. Tushunarli, a? Albatta sizlarni javoblaringizni kommentariyada kutib qolaman. Xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi darslarda uchrashguncha.